Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bu videoda majburiy zaxira talablari haqida gaplashamiz. Bu videoda ham oldingi videoda keltirgan misolimni muhokama qilishda davom etamiz. Ushbu misolda bank har gal kredit berganida bu balansda aktiv va unga mos ravishda passiv hosil bo'ladi va ushbu passiv yoki biror tadbirkorning nomiga ochilgan hisob raqami ko'rinishida yoki banknota, ya'ni naqd qog'oz pullar ko'rinishida aks etadi. Banknotalardan tadbirkor ishchilarga haq to'lash, yer sotib olish yoki yana biror nima sotib olish maqsadida foydalansa bo'ladi. Bizda bir savol paydo bo'lgan edi. Bank bu jarayonni qachongacha davom ettira oladi? Jarayon qachon to'xtaydi? Bank balansning o'ng va chap tomonlarini ko'paytirishda davom eta oladimi? Bu savolga javob sifatida biz zaxira normalari haqidagi g'oyani ilgari surgan edik. Shunday qilib, balans bilan bog'liq hech qanday tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun keling o'tgan darsimizdagi misolni biroz eslab olamiz. Esingizda bo'lsa, mana bular aktivlar edi. Keling ularni boshqa rang bilan ajratib olamiz. Demak, aktivlarning chegarasini mana bunday moviy rang bilan ajratib olamiz. Bizning binomiz, zaxiradagi pullar va men bergan kreditlar, bularning barchasi aktivlar hisoblanadi. Mana bular esa passivlar. Keling ularni ham ajratib olamiz. Demak, hisob raqamlari, banknotalar, bularning barchasi majburiyatlar hisoblanadi. Bankning majburiyatlari. Va bu esa mening xususiy mulkim. Keling xususiy mulkni yozib qo'yamiz. Demak, bu mening xususiy mulkim. Xullas, balans tushunarli bo'ldi. Demak, biz bir savolga javob izlayapmiz. Bank qachongacha kredit berib, o'zining aktiv va passivlarini oshirib boradi? Esingizda bo'lsa, D tadbirkor, mana bu yerdagi D tadbirkor bankdan 100 oltin tanga qiymatida kredit so'raganda, bank unga 100 tilla tangalarning o'zini berishni o'rniga shunchaki uning nomiga hisob raqam ochdi. Keyinroq esa D tadbirkor undagi pullarni A tadbirkorga o'tkazib bergan edi. Shuning uchun ham bu yerda A deb yozib qo'yilgan. Keling aktivlarimizning oltin qismini alohida ajratib olamiz. Demak, mana bu qism aktivlarimizning oltin tangalar saqlanayotgan qismi hisoblanadi. Men buni aktivlarimizdagi oltinlar sizga yaxshiroq ko'rinishi uchun qildim. Demak, mana shu qismda bizning oltinlarimiz joylashgan. Bularning barchasi tillalar. Ularning qiymati ayni damda 100 ga 200 ni qo'shsak 300, 300 ga 200 ni qo'shsak 500. Demak, ularning ayni damdagi jami qiymati 500 oltin tangaga teng ekan. Keling buni yozib qo'ysak. 500 oltin tangalar. Xo'sh, endi zaxira normalari tushunchasi haqida ham gaplashsak bo'ladi. Buning uchun men doskani sal pastroqqa tushirib olaman. Demak, zaxira normasi yoki majburiy zaxira talablari. Keling qisqaroq qilib zaxira normalari deb yozib qo'yamiz. Zaxira normalari. Bu tushunchaga o'tishdan oldin zaxira o'zi nima ekanligi haqida biroz fikr yuritsak. Zaxira bu biror narsani kelajakda kerak bo'lib qoladi degan maqsadda biror yerga olib qo'yishdir. Bizning vaziyatimizda banknotalar bo'ladimi, hisob raqamlarimi yoki talab qilib olgunga qadar hisobimi, bularning barchasi majburiyatlar hisoblanadi. Chunki bularning egalari qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar xohlagan paytda qaytib kelib oltinlarni qaytarib olishi mumkin. Balki kimdir qishloqdan ko'chib ketar, balki kimdir bankka ishonmay qo'ygandir va hokazo. Nima sababdan omonatchi o'z pullarini qaytarib olishi muhim emas. Asosiysi bular omonat ekanligini bilamiz va ular bizning majburiyatlarimiz. Bu hisob raqamlar talab qilib olgunga qadar hisoblaridir. Demak, mana bu yerdagi hisob raqamlar ularning barchasi talab qilib olgunga qadar hisoblari. Va ushbu banknotalar esa xohlagan paytda oltin tangalarga almashtirilishi mumkin bo'lgan qiymat hisoblanadi. Biz bu haqida sal oldinroq bank ishi mavzusini boshlaganimizda gaplashgan edik.
Shunday holatlar uchun, ya'ni omonatchilardan kimdir o'z pullarini so'rab kelgan taqdirda biz tillalarning bir qismini zaxirada saqlashimiz kerak. Shunday qilib, zaxirada saqlanadigan oltinlar miqdori shu oltinlarga oid majburiyatlarning umumiy miqdoriga bog'liq va bu zaxira normasi bo'ladi. Bizning misolimizda zaxirada saqlanadigan qiymat bu oltin tangalar. Keyinroq misolimizda oltin bilan bog'liq tizimdan voz kechamiz va zaxirada saqlanadigan qiymat qog'oz pullar bo'ladi. Lekin bularning barchasini oltinlar misolida tushunish osonroq bo'lgani uchun ham hozircha oltin tangalar misolidan foydalanib turamiz. Demak, mening bankim uchun zaxira normasi bu oltin aktivlarning hajmi, mana bu yerdagi oltin aktivlarning hajmi yozamiz. Aktivlar hajmi biz yuqorida sariq rang bilan ajratib qo'ygan qism taqsim jami majburiyatlar hajmi demoqchi emasman. Chunki siz hozir balansda ko'rib turganingizdek, bizning barcha majburiyatlarimiz talab qilib olgunga qadar hisoblanadi. Shuningdek, bank oddiy zayomlar, ya'ni oddiy majburiyatlar ham qabul qilishi mumkin. Ya'ni odatiy zayomlar talab qilgunga qadar bo'lmaydi. Shunday odatiy majburiyatlar borki, ularni bank 10 yilgacha qaytarib bermasa ham bo'ladi. Bunday holatda bank majburiyatlarni qaytarish uchun oltin tangalarning ma'lum qismini zaxirada saqlashi ham shart emas. Shunday ekan, keling ushbu ta'rifimizda jami majburiyatlar hajmi emas, balki jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlar hajmi deymiz. Bu iboramizni qisqartirib yozdik. Mana bu talab qilib olgunga qadar majburiyatlar deyiladi. Bizning holatimizda talab qilib olgunga qadar majburiyatlar bu talab qilib olgunga qadar hisob raqamlari, talab qilib olgunga qadar hisob raqamlari va banknotalar. Banknotalar. Bularning ikkalasining yig'indisi jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlar hajmini tashkil qiladi. Shu o'rinda banknotalar haqida gap ketganda bir narsani aytib o'tishim kerak. Keyinroq biz har bir bank o'z banknotasini chiqarishi haqidagi misollardan chetlanamiz. Men shunchaki sizga biroz tarixiy kontekst keltirmoqchi bo'ldim va bu bilan qog'oz pullarning qanday paydo bo'lganligini ko'rsatmoqchi edim. Keling, bizning bankimizda ular nimaga teng ekanligini ko'ramiz. Oltin aktivlarimizning umumiy hajmi biz mana bu yerda hisoblagandek 500 oltin tangalarga teng ekan. Demak, formula bo'yicha hisoblashni boshlaymiz. Demak, 500 oltin tangalar 506 taqsim jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlarni ham hozir hisoblab chiqamiz. 100 ga 200 ni qo'shsak 300, 300 ga 100, 400, 400 ga 100, 500, 500 ga 100, 600, 600 ga 100, 700. Demak, jami talab qilib olgunga qadar majburiyatlarimiz hajmi 700 oltin tangaga teng ekan. Bu yerda esa zaxira normasi deb qisqacha yozib qo'yamiz. Zaxira normamiz shunchaga teng ekan. Buni 100 ga qisqartirib yuborsak 5 taqsim 7 ga teng bo'lmoqda. Bu nisbatimizni foizga aylantiradigan bo'lsak, taxminan 71% ni beradi. Demak, bu bizning zaxira normamiz ekan yoki majburiy zaxira talabimiz. Banklarni balansini kengaytiradigan aktivlar va qarzlarni ko'payishidan saqlab turadigan narsa mana shu majburiy zaxira talabidir. Garchi hozir davlatlar oltin standartidan voz kechgan bo'lsa-da, tasavvur qilamiz, bizning misolimizda bank regulyatorlari bankimizning zaxira talabini 20% ga teng deb belgilashdi. Demak, zaxira talabimiz regulyatorlar tomonidan 20% deb belgilandi. AQShda zaxira talabi 10% ga teng. Garchi ular ham oltin standartidan allaqachon voz kechishgan bo'lsa ham, O'zbekistonda esa bu talab 3% dan 14% gacha bo'lishi mumkin. Demak, bizning majburiy zaxira talabimiz 20% deb tasavvur qilsak, bu shuni ko'rsatadiki,
Toki mana bu odamlarning 20% dan ortig'i o'z pullarini qaytarishni talab qilmaguncha bank o'z likvidligini saqlab turadi. Bank o'z majburiyatlarini ado qila oladi. Chunki mana bu odamlarning barchasi xohlagan paytda bankka borib tillalarini qaytarib olishi mumkin deb o'ylaydi. Bu tizim chindan ham ish berishi uchun ishonch zarur. Ishonch paydo bo'lishi uchun esa har yil kimdir pulini so'rab kelganda bank darhol pullarini qaytara olishi kerak. Demak, bank o'z likvidligini saqlashi kerak. Regulyatorlar bank o'z likvidligini saqlab turishi uchun zaxira talabi normasiga amal qilishi kerakligini ta'kidlaydi. Ayni damda bizning bankimiz zaxira talab normasi 71% ga teng. Ushbu berilgan qarzlar 1 yoki 2 yil muddatda berilgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib 1 yoki 2 yilgacha omonatchilarning 71% dan oshig'i o'z tillalarini so'rab kelmasa, hammasi joyida bo'ladi. Agar to'satdan nimadir sabab bo'lib talab qilib olgunga qadar hisob raqamga yoki banknotalarga ega bo'lgan omonatchilarning aytaylik 80% kelib o'z pullarini oltinlarga almashtirishni talab qilsa, unda bank barcha oltinlarni sarflashiga to'g'ri keladi. Bu esa o'z navbatida bankning bankrot bo'lishiga olib keladi. Buning chindan yomon ekanligiga ikkita sabab bor. Birinchisi, mana bu talab qilib olgunga qadar hisoblari o'ziga hech kimni jalb qilmay qo'yadi. Chunki endi bank talab qilib olgunga qadar oltinlarni olmaydi. Buning sababi odamlar bankda aslida bor bo'lgan oltinlardan ko'ra ko'p miqdorni talab qilmoqda. Ikkinchi muammo esa birdaniga barcha bu tizimga nisbatan ishonchini yo'qotadi. Va bank ular o'ylaganchalik xavfsiz bo'lmasligi ham mumkinligi haqida o'ylashadi. Shunday ekan, barcha o'z pullarini bankdan qaytarib olishni boshlaydi. Mana shu holat bankrotlik deyiladi. Bizning misolimizda agar mana bu zaymning qiymati chindan ham 300 oltin tangaga teng bo'lib va u to'lansa, mana bu zaymning qiymati 100 oltin tanga bo'lib, u ham to'lansa, u holda bizning bankimiz to'lovga layoqatli bo'ladi. Uning aktivlari passivlariga nisbatan ko'proq bo'ladi. Agar unda yetarli vaqt bo'lsa, u barcha majburiyatlarini to'lay oladi. Lekin agar bu odamlarning barchasi birdaniga kelib, zaxirada bor bo'lgan 500 oltin tangalarni emas, balki 600 oltin tangalarni so'rashsa, aslida ular 700 oltin tanga qo'yishgan edi. Agar ular 600 oltin tangalarni so'rashsa, unda barcha tizimga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Agar bu odamlar so'ragan miqdorini ola olmasa, unda balki barcha odamlar o'z pullarini olishni xohlab qolishi mumkin. Bu holatda barcha majburiyatlar to'lab berilishi kerak. Shunda ehtimol bank bu kreditlarni boshqa birovga sotmoqchi bo'ladi yoki kimdandir qarzni undirishga harakat qiladi. Ammo sezib turganingizdek, bularning barchasi katta tartibsizlikni yuzaga keltiradi va ishonch ustiga qurilgan butun boshli tizim parchalana boshlaydi. Nima bo'lganda ham biz eng boshida bergan savolimiz shundan iborat ediki, kredit berish va depozit ochish orqali balansdagi aktivlar va passivlar ko'payishining chegarasi qayergacha davom etadi? Bu chegara regulyatorlar tomonidan belgilab berilgan zaxira normasi bilan belgilanadi.